Xo'p, assalomu alaykum. Demak, IDC milliy sertifikat kitobini ishlashni boshlaymiz. Birinchi mavzusini 22-misoldan boshlaymiz. 22-misol demak, misol demak, x va y natural sonlar uchun x taqsim y mana bunga teng bo'lsa, x plus y ning eng kichik qiymatini toping. Bu davriy o'nlik kasr. Davriy o'nlik kasrni oddiy kasrga aylantirib olamiz. 1,243 ayrilgan 24 taqsim 900. Xo'p, 243 dan 24 ayiramiz. 9 1 219 1,219 taqsim 900. Noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak, ikkalasini 3 ga qisqartirib olsak bo'ladi. 3 ga qisqartirib olsak 300 bo'ladi. Bunisi esa 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 73 bo'ladi. 373 taqsim 300 bo'ladi. Demak, x taqsim y imiz 373 taqsim 300. Bu qisqarmas holatda bo'lganligi uchun eng kichik qiymati x imiz 373 ga, y imiz esa 300 ga teng bo'lsin deymiz. Qo'shib yuboradigan bo'lsak 673 D javob. 22-savol D javob. 23-savolga o'tamiz. Hisoblang deyapti. 0,10 dan 0,100 ga bo'lish kerak. 0,100 ga bo'lish degani 100 ga ko'paytirish degani. 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, buning javobi 10 chiqadi. Buni ham 100 ga ko'paytirsak, bu ham 10 chiqadi. 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 100 chiqadi. Qo'shib yuboradigan bo'lsak, 120 degan javob B javobda turibdi. 24-savol. Hisoblashimiz kerak. Davriy o'nlik kasrlar bir-biriga ko'paytirish uchun ularni oddiy kasrga aylantiramiz. 2,90 dan 18 ga 99 dan 18 ko'paytirilgan 1,9 dan 2 qo'shilgan 10 taqsim 3. Xo'p, 9 ga qisqartirib olamiz. 11 2 bo'ladi. Noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak, 11 ni 2 ko'paytirsak 22, 2 ni qo'shsak 24 taqsim 11 ko'paytirilgan 11 taqsim 9 qo'shilgan 10 taqsim 3. Xo'p, 11lar qisqarib ketadi. 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 3 8 10 ga 8 ni qo'shsak 18 taqsim 3 bo'ladi. 18 3 ga bo'ladigan bo'lsak javob 6 chiqadi. 6 degan javob D javobda turibdi. Xo'p, 25-savolga qaraymiz. Quyidagi sonlarning nechtasi standart shaklda to'g'ri tasvirlangan? Standart shaklda bo'lishi uchun a ko'paytirilgan 10 darajasi n bo'ladi. Bu yerda a 10 o'sha sonning mantissasi, n esa o'sha sonning tartibi yoki darajasi deb aytiladi. Bu yerda bitta shart bor, faqat a soniga qo'yilgan shart 10 dan kichkina bo'lishi kerak, 1 dan katta bo'lishi kerak, katta yoki tengi bo'lishi. Shu shartni bajaradigan holatlarni tekshirib chiqamiz. Mana bu misol, birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, to'g'ri keladi. 1,10 dan 2 ni 10 usti 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1200 chiqadi va 1,10 dan 2 imiz 1 va 10 orasida joylashgan. To'g'ri keladi. Mana bu 13,10 dan 2 bo'lgani uchun xato bo'ladi ikkinchisi. 0,845 bo'lgani uchun bu ham xato bo'ladi, 1 dan kichkina bo'lib qolgan. 127 bu ham xato bo'ladi. 1,2 10 usti 6 deyapti. Endi bu yerda sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 haqiqatan to'g'ri keladi bu. Keyingisiga qaraydigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 ta bo'lish kerak, lekin 4 ta bo'lib qolgan. Bu xato bo'ladi.
Shunda javob 1 va 5 bo'ladi. Nechta degan 2 ta degan javob B javob bo'ladi. Mana shu savol majburiy matematikada ham tushadi, shunga e'tiborli bo'lish kerak. 26-savolga o'tamiz. Hisoblang. 3,90 dan 83 ayrilgan 8. Ya'ni davrda bo'lmagan qismda ayirib tashlash kerak. Minus 4 davr ichida bitta son, bitta 9, oraliqda ikkita son, ikkita 0 qo'yamiz. 125 ayrilgan davrda bo'lmagan qism 12. Minus 2,90 ayrilgan 5. Endi bir martaga bir soddalashtirib olamiz, keyin ishlab ketaveramiz. 3,90 dan 83 dan 8 ayiradigan bo'lsak 75. Shuni bitta 0 qo'yib 750 deb olamiz. Minusda 4,900 dan 125 dan 12 ni ayirsak 113 bo'ladi. Plus 2,90 dan 57 dan 5 ta ayiradigan bo'lsak 52 bo'ladi. Bitta 0 ni qo'ysak 520 bo'ladi. Bu oddiy misol bo'lib qoldi. Birinchi mablag' qo'shib olamiz 5. Hop, 750 dan 750 ga 520 ni qo'shadigan bo'lsak 1270 bo'ladi. 1270 dan 270 dan 270 dan ayiramiz 113 'di. 7 bo'ladi. 5 bo'ladi. 1 1157 bo'ldi. 1157 ichida 900 bitta bor. O'sha 1 butunni olamiz. 5 1 butun bilan 6. 6 dan 4 ayiradigan bo'lsak 2 butun. 900 dan 1157 dan 900 olib tashlaydigan bo'lsak 257. 2,257 taqsim 900 bo'ladi. dan 28 da ayiradigan bo'lsak 7 257 mana C javob qanotlantiradi. Tushunarli bo'ldi. 26 27 1 taqsim 2 taqsim 3 plus 2 taqsim 4 taqsim 6 minus 3 taqsim 6 taqsim 9 barobar 3 taqsim 2 bo'ladi. Plus 12 taqsim 4 bo'ladi. Minus 27 taqsim 6 bo'ladi. Mana bunun javobi 3 chiqadi. 27 6 bo'ladigan bo'lsa, bunga 3 tadan beradigan bo'lsak, buni 3 ga qisqartirib olamiz eng yaxshisi. 3 ga qisqartirib olsak 2 9. 9 tadan 3 tani ayirib tashlasak 6, 6 ni 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi. 3 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak 0 chiqadi. Demak javob qiymat 0. C javob. 28-misol. A va B natural sonlar uchun qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik qiymatlar ko'paytmasi. Xo'p, bu misolni hozir ko'ramiz. A taqsim B ning eng katta qiymatiga erishtirishimiz uchun A ni kattaroq, B ni kichkinaroq olishimiz kerak. A ni eng katta qiymati 7 bo'ladi. Chunki 8 dan kichkina. B ning eng kichkina qiymati 9 bo'ladi. Endi bu shu ifodani eng kichkina qiymatga erishtirishimiz uchun A ni eng kichkina qiymati 5 bo'ladi.
B'ni eng katta qiymati 14 bo'ladi. Nega? Shunday qildik. Mana bu ifoda eng kattasi, bunisi esa eng kichkinasi bo'ladi. Qisqartiramiz, 2 bo'ladi. 5 taqsim 18 bo'ladi. 5 taqsim 18 derece. Xo'p, juda yaxshi. Demak, mana misollarni ko'rdik. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa davomini ham yaqin kunlarda chiqaramiz. Xo'p. IDC milliy sertifikatga tayyorlov kitobini misollarni ishlashda davom etyapmiz. Birinchi mavzusini, takrorlash testlarining birinchi mavzusida 29-misolga keldik. Demak, 1 ga 1 taqsim 2 ni qo'shyapmiz. 1 ga 1 taqsim 2 ni qo'shyapmiz. Javobi chiqadi 3 taqsim 2. Bir qo'shilgan. Mana shu qismni ishla olyapman. 3 taqsim 2 taqsim 1 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, 2 lar qisqarib ketadi. Javob 3 bo'ladi. 1 ga 3 ni qo'shsak 4 bo'ladi. 1 qo'shilgan 4 taqsim 1 taqsim 2. 2 tepaga chiqadi, 8 bo'ladi. 8 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 9 bo'ladi. B javob. Xo'p, 30-misolga o'tamiz. 30-misoli 2,9 dan 5 bo'lingan 5,9 dan 1 qo'shilgan 8 taqsim 9 davrda bo'lgani uchun bo'lingan 1,9 dan 7. Aralash sonlar ko'rinishida yozib chiqdik. Endi kasrga aylantiramiz. 9 kare 2 18, 18 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 23 mi? 23 taqsim 9. Ko'paytiruvga aylantirib ketamiz. 9 kare 5 45, 45 ga 1 ni qo'shsak 46 ni maxrajiga yozamiz, 9 ni tepaga yozamiz. Qo'shilgan 8 taqsim 9 ga teginmaymiz. Ko'paytiruv qo'yamizda 9 ga 7 ni qo'shsak 16 ni maxrajiga yozamiz, 9 ni tepaga yozamiz. Juda chiroyli misol bo'ldi, juda sodda misolga aylanib qoldi. 9 lar ketadi. 46 bilan 23 ketadi. Bunga 2 tadan bo'ladi. 9 lar ketadi. Bular ketadi. Bunga ham 2 tadan bo'ladi. 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 ni qo'shadigan bo'lsak 1 degan javob C javob chiqadi. Endi 7 taqsim 111 soni cheksiz davrga o'nli kasr ko'rinishida keltirildi. Hosil bo'lgan sonning verguldan keyingi 100-raqamini toping deyapti. Xo'p, ikkalasini ham nechaga ko'paytirib olamiz? 9 ga ko'paytirib olsak, surat va maxrajni 9 ga ko'paytirib olsak 63 taqsim 999 degan son hosil bo'ladi. 0,63 deymizda, bu 0 butun davrda 0,63 holatdagi misol bo'ladi. Xo'p, 3 ta son takrorlanish davom etyapti. 100-misol so'rayotgan, 100-raqamni so'rayotgani uchun 100 qarang, 0,63 0,63 0,63 ketaveradi-da. 100 ni 3 ga bo'lib yuboramiz. 33 tadan bo'ladi-yu, 1 qoldiq qoladi. Demak, 1 qoldiq degani 33 marta to'liq 0,63 yoziladi. 33 marta. Va oxirida 100-si bu o'sha birinchi son. Birinchi sonimiz qaysi? 0 da. 0 ga to'g'ri kelgan bo'ladi javob. Xo'p, 32-misolga o'tdik. Hisoblang deyapti. Direkt bunaqangi misol. Surat maxrajini 2 ga ko'paytirib olsak 0,024 bo'ladi. Taqsim 10 bo'ladi. Hozir nimaga ko'paytirganimizni tushunamiz. Xo'p, mana bu 5,4 da bitta virgulini sursak 54 bo'ladi. 4560 ni 54 ga bo'lib qo'yaylik, bo'linsa bo'ldi, qavs ochib olamiz.
ikkisidan beramiz. 8 kere 4 32. 8 kere 5 40 43. Bu misol ko'rmalik hisoblaymiz. Xo'p, 33-misol 12,8 bo'lsa, 12'ni 0,8 ga ko'paytiryapmiz. Sakkiz kere 2 16. Bir dilde 8 9,6 bo'ladi. Ayrilgan 1,8 taqsim. Qo'shib yuboradigan bo'lsak 9 ketadi. Bu 1 bo'ladi. 7 bo'ladi. 7 ga 8 15 bo'ladi. 2 ni qo'shsak 4,15 bo'ladi. Ayrilgan 0,25. Shuni qanday bo'lganini tushundingiz degan umiddaman. Juda yaxshi chiroyli usul bilan ketdi, mana shu osonroq yo'l bilan ketdi. 9,6 dan 1,8 ga ayiradigan bo'lsak 8 7,8 taqsim bunday ayryapmiz. 5 dan 5 ketdi, 8 9 bo'ladi. 4 dan bo'lsa 3 3,9. Buni bo'lib yuboradigan bo'lsak 2 chiqadi. 2 degan javob ajabda turibdi. 34. Virguldan keyin bitta raqamdan iborat bo'lgan o'nli kasrlar butun qismigacha yaxlitlanganda butun qismi bittaga oshadi. Bu sonning kasr qismi necha xil qiymati? Butun qismigacha yaxlitlanganda deganda endi bunday bo'lishi mumkin. 1,5 dan boshlab, masalan, a butun 5 dan boshlab a butun 9 kasr qismi shunday bo'ladi. 5 dan 9 gacha bo'lishi mumkin. 5 6 7 8 9 kasr qismi mana shular bo'lishi mumkin. Bular 5 ta bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda e'tibor beramiz. Bu misolda hiylali joyi bor. Davom ettiramiz. Mana ikkita xadi yozilgan. 3-xadi 1 ayrilgan 5 taqsim 4 bo'ladi. Undan keyingisi esa 1 ayrilgan 5 taqsim 5 bo'ladi. 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsangiz 1, 1 dan 1 ayirsangiz 0 bo'ladi. Mana shu oraliqda 0 soni bor bo'ladi. 0 ni har qanday songa ko'paytirsak 0 chiqadi degan qoidaga ko'ra C javob bo'ladi. Hop, 36-misolga keldik. 36-misolda e'tibor beradigan bo'lsak, buni davriy kasr ko'rinishda yozadigan qoidasiga ko'ra keltiradigan bo'lsak 6,9 dan 6 qoidasi bo'ladi. Bu yerda ham a plus b yu 9 dan a plus b holatiga keladi. Bundan xulosa beramiz. A ga b ni qo'shganimiz 6 bo'lishi kerak. Shunda holat yaxshi bo'ladi. Endi shu ifodani eng katta qiymatga erishtirishimiz uchun ko'paytmani kattartirishimiz kerak. Ko'paytma katta bo'lishi uchun bular bir-biriga yaqin sonlar, ya'ni 3 sonlari bo'lishi kerak. Ikki bizda a va b sonlar natural sonlar deyilgan, turli sonlar deyilmagan. Turli sonlar demagani uchun bir xil qilib tanlashimiz mumkin. Ba'zilar aytadi a bilan b ku degan. Yo'q. Sizga aytgan yo'q turli deb. Shuning uchun foydalansa bo'ladi.
9, 18, 18'den 3'te ayıradigan bo'lsak, 15 degan javob sizga javob. Xo'p, endi 37-misol. 37-misolda nimasiga qaraymiz? Mahraji 2 bo'lganlari bor, mahraji 3 bo'lganlari bor. Mahraji 2 bo'lganlarni birinchi yozib olamiz. 1/2 plus 3/2 plus va hokazo 99/2, ya'ni 90lar. 90larni yig'in desa quyidagicha bo'ladi. 1dan 100 gacha 50 ta 90 bor. 1 plus 99 boshi va oxiri ko'paytirilgan 50 taqsim 2si bor formulada. Mana bu yerdagi ikkilar hisobiga 4 bo'ladi. Xo'p, narig'ilari esa mahraji 3 bo'lganlari esa juft sonlar. Juft sonlarniki esa quyidagicha bo'ladi. 2 dan boshlab 100 gacha. Bular ham 50 ta ko'paytirilgan 50 taqsim formulada 2 bor, taqsim 2 va o'zida 3 bor. Shuning uchun taqsim 6 bo'ladi. Endi hisoblashni davom ettiramiz. Barobar bo'ladi. 100 bo'ladi. 100 4 ga bo'lsak 25 bo'ladi. 25 ni 50 ga ko'paytirsak 125. Bittami 1250. Bu bunisi 102 bo'ldi. 102 ni 6 ga bo'lib yuborsak bittadan bo'ladi. 42-sida 17 bo'ladi. 17 ni 50 ga ko'paytirsak 5 kere 7 kere 5 35. 3 tilda 5 8 850 bo'ladi. Ikkovini qo'shadigan bo'lsak 2050. Adashmadikmi? 2100. 2100 bo'lar ekan. B javobga to'g'ri kelar ekan. Tushunarli bo'ldi. Yaxshi.